izchil davomlashayotgan hozirgi zaman. The present continuous tense. Izchil davomlashayotgan hozirgi zaman so'zlayotgan vaqtning dal o'zida bo'layotgan harakatlarni ifodalashda ishlatiladi. Izchil davomlashayotgan hozirgi zamanning bo'lishliq jumla shakli ega, be fe'l, harakat fe'l, ing va to'ldiruvchidan iborat 5 bo'lakdan tarkib topadi. Birinchi shaxs birlik I jumlada ega bo'lib kelganda be fe'l am bo'lib turiladi. Masalan, I am sweeping the floor. I ega, am be fe'l, sweep. Harakat fe'l ing, the floor to'ldiruvchi. I am sweeping the floor. Men polni supurayapman. Üçüncü shaxs birlik she jumlada ega bo'lib kelganda be fe'l is bo'lib turiladi. She is cooking a meal. U tamoq etyapti. Üçüncü shaxs ko'plik they jumlada ega bo'lib kelganda be fe'l are bo'lib turiladi. Masalan, they are typing letters. Ular xat uryapti. Izchil davomlashayotgan hozirgi zamonning oddiy so'roq shaklini yasashda be fe'l jumlaning beshiga chiqadi. Ondan ega, harakat fe'l, ing to'ldirg'ich keladi. Masalan, are you sweeping the floor? Bu jumlada are be fe'l bo'lib jumlaning beshiga chiqqan. Are you sweeping the floor? Siz polni supuryapsiz? Is she cooking a meal? U tamoq etyapti. Is be fe'l, she ega, cook harakat fe'l, ing a meal to'ldiruvchi. Is she cooking a meal? U tamoq etyapti. Izchil davomlashayotgan hozirgi zamonning bo'lishsiz jumla shaklini yasashda be fe'lning keyiniga not qo'yiladi. Masalan, ega, be not harakat fe'l, ing to'ldiruvchi. Masalan, I am not sweeping the floor. Men polni supurmayapman. She is not cooking a meal. U tamoq etmayapti. Izchil davomlashayotgan hozirgi zamonning alohida so'roq shaklini yasashda savol almashlari jumlaning beshida keldi. Ondan be fe'l, ega, harakat fe'l, ing harflar keldi. Masalan, where are you going? Bu jumlada where savol almash, are be fe'l, you ega, go harakat fe'l, ing. Where are you going? Siz qayerga ketyapsiz? What is she doing? U nima qilyapti?